Lamborghini elektromobil chiqarishdan voz kechyapti. Nimaga? Buni hozir tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, siz 500 ming dollarlik superkar olyapsiz-da, gazni bosyapsiz. Lekin mashinadan hech qanaqa ovoz chiqmayapti. Hech qanaqa shovqin, motor ovozlari eshitilmayapti. Lamborghinidan mashina olgan mijoz buni aniq yoqtirmaydi. Chunki bu kompaniyani klientlari asosan boy odamlar. Agar shuncha pulga olingan mashina emotsiya bermasa, bu bir tiyin. Lamborghinidagilarning aytishi bo'yicha, ularning xaridorlari uchun mashina bu shou. V12 ovozi, vibratsiya, skorost almashganda keladigan bosimdir. Elektr bo'lsa, PlayStation'dagi ovozsiz rejimga o'xshaydi. Shu sabab brend strategiyani o'zgartirib, to'liq elektrni o'rniga gibrid versiya chiqarishni afzal ko'rdi. Ya'ni motor ham bo'ladi, elektr ham bo'ladi va bu bilan ovoz ham, tezlik ham qoladi. Masalan, yangi Lamborghini Revuelto V12 silindrli dvigatel, 3 ta elektromotor, elektrli va 1000 ga yaqin ot kuchi bo'lsa ham baribir baqiradi. Mijozga bo'lsa aynan mana shu narsa kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Shaxsiy fikrlaringizni izohda yozib, obuna bo'lishni ham unutmang.